beradi menga Alloh deydi. Hamma tushkunlikka tushib, umidsizlikka tushib, qaltirab, doldirab qolganda nima deydi? Allohga tavakkal deydi. Alloh bu yo'l ko'rsatadi deydi. Qo'rqma bolam deydi. Allohni aytgani bo'ladi. Boshidan aytish kerak-da buni. Bas ana shu ishonch, yaqin qalbni Allohga bo'lgan muhabbat bilan to'ldirib qo'yadi. Kuniga rozi qilib qo'yadi. Shukrga to'ldirib qo'yadi. Tavakkulga to'ldirib qo'yadi va Allohga suyanishlikka to'ldirib qo'yadi. Shuning uchun ishonch, birodarlar, hamma yaxshi maqomatlarning asli va unga boshlovchisidir. Ishonchni zaifligi. Nimaga odam riboga pul oladi? Islomda aytib qo'yibdi, shariatda, riboga pul olgan odam Allohga qarshi qilich ko'targan odam.